Madrasada o'qib yurgan vaqtimda bir tush ko'rgan edim. Shu tushning ta'biridan volidamizning vafotlari ma'lum bo'lgan edi. Bu tushim shundan iborat ediki, hovlimizning ro'parasida katta qabriston bor edi. Shu qabriston o'rtasida bir katta daraxt bo'lib, tushimda hovlida turibman va hech kim yo'q. Onamni chaqirsam, qabriston o'rtasidagi daraxtning tagidan "Men bu joydaman" deb javob berdilar. Hozir bu hovlida ukamiz bola chaqali bo'lib istiqomat qilar ekan. Men ukamga volidamizning qabrlarini ko'rsatgil, men borib ziyorat qilayin dedim. Ukam olib borib qabristonning o'rtasidagi daraxt tagini ko'rsatdi. Men volidamdan jido bo'lganimda 17 yoshda edim. Shundan keyin men ularni ko'ra olmadim. Men kelganimga pushaymon edim. Dilimda volidamga xizmat qilolmaganimning hasrati to qiyomat qoldi. Endi bu joyda men go'yo musofirga o'xshab qoldim. Mening yoshim shu vaqtda 35 dan oshgan, xotin olganim yo'q. Men ketgan vaqtimda volidamizning dadalari bo'lib, ular ulug' kishi bo'lgan edilar, hayot edilar. Amaki, tog'a, ikki singlim ham kelgunimcha olamdan o'tgan ekanlar. Endi bu kichik hovlida ikkita ukam istiqomat qilmoqda. Kattasi bola chaqali, kichigi hali uylanmagan. Menga bu qishloqda turish nihoyatda og'ir ko'rinar edi. Ukamlarning turmushlari mening tabiatimga to'g'ri kelmas edi. Qo'qon shahrida bir ta'lim olgan ustozimning taklifiga binoan shaharda turmoqchi bo'ldim. Bu milodiy sana bilan 29-yillarga to'g'ri kelar edi. Shaharda Qizil Mehnat mahallasidagi bir masjidga imom qilib qo'ydilar. Mening istiqomatim masjidning hujrasida bo'ldi. U vaqtda masjidlarda muqtadolar, ya'ni imomlar bor edi. Keyin bu imomlarga og'ir soliq solinib, ular imomgarchilikni tashlab ketdilar. Masjidlar soliq to'lanmaganligi sababli go'rkamxo'z ixtiyoriga o'tib ketdi. U davrda siyosatning taqozosi shu edi. Men esa hanuz uylanmagan edim. Shu mahalda eri o'lgan beva qolgan bir xotin menga xizmat qilaman deb toliba bo'lib qolgan edi. Shu ayolga uylanishga ixtiyor qildim. U vaqtda odamlar qizlarini menga o'xshagan besaru somon, hovlisi yo'q, turar joyi yo'q odamga bermas edilar. Men shu xotinning uyida turishga qaror qildim. Bu xotinning avvalgi eridan bir qiz, bir o'g'li farzandi bor edi. Menga ham Xudo bir o'g'il berib, shu bilan farzandimiz 3 ta bo'ldi. Bu davrda ruhoniy odamlarga o'z joylari tang bo'lib, har tarafga ko'chib ketar edi. Har bir millatning dushmani o'z jinsidan bo'ladi. Mening ham o'z jinsimdan dushmanlar paydo bo'lib, qamoqqa tushishimga sabab bo'ldi. Lekin bu qamoq menga ko'p davom etmadi. Tekshirishdan keyin menga ruxsat berishdi.